Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog' salomatsizlar, birodarlar. Qarang. Hazm sistemangiz yaxshi ishlamasa, o't qopingiz dimlanib, qiyshaysa, oshqozon usti bezida yallig'lanish bo'lsa va hamda davlini va sahr me'yordan oshib ketganda do'stlar, mana ko'rib turganingiz. Ruscha nomi topinon 1, o'zbekchada simichka va kartochka gul ham deb aytiladi. Mana shu nasib qilsa tiramoqqa pishib yetiladi va ilzlari katta-katta yerga bo'ladi. Ana shuni qirg'ichdan o'tkazasiz, maydalab ovqat vaqtida, misol deylik 20 gram, 30 gramdan 3 mahal iste'mol qilib yursangiz, sahrni me'yoriga keltiradi, qonni suyultirib, davlinani ham tushiradi va hamda hazm sistemasini juda ham bir yaxshilab beradiki, o'zingiz organizm his qiladi. O'sha nima deydi? Shu darajada foyda qiladiki, sahrni davolab yo'qotib yuborish xususiyati ham bor. Qonni borku to'liqligicha, sofligicha suyultirib beradi. Rangini o'zgartirmagan holatda hazm sistemangiz xudo xolasa soch sirlikasi kabi ishlaydi. Sog' salomat bo'ling, Allohga munosib xayr, asosida o'zingiz asrang.